Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021 yili 3 ayning 26 kuni juma. Sizlarga nazaraqcha uchur yetkazib qo'yay deb chiqishim. Bu hafta xush xabarlar nihoyat ko'p. Bo'libmi hozir shu cho'ng media televizordagi media xabarlarga qaragan bo'lsak, har kunisi Xitoy kompartiya hukumati tilg'ilinyotadi. Xitoy davlati tilg'ilinyotadi. Shuning bilan birga Uyg'urlarmi tilg'ilinyotadi. Men ish qilib hozir qanday bir televizorni ochsam, bir kanalni hammasida Uyg'urlarning gapini anglayman. Ajoyib cho'ng o'zgarish yuz berdi mana bir haftaning ichida. Bu ahvollar odamni intayin xushal qiladi. Shunday bo'lsa-mu, bu ahvollarni biz qanday tushunsak to'g'ri bo'ladi hozirgi vaziyatda. Bizning bundan keyingi ahvolimiz qaysi tarafga qarab mangadi. Mushaqda o'zimniki his qilgan bir qism ishlarini deb beray. 3-oyning 23 kuni bir cho'ng ish bo'ldi xalqarada. Bu nima ish desanglar, Yevropa birligi va uning qo'shilib Amerika, Angliya, Kanada qatorliqlar birlashma qaror e'lon qilib, Xitoyniki shu Uyg'urlar ustidan yurgizgan kishilik huquq tafsandiligiga qarshi bayonot e'lon qildi bular. Shuning bilan birga Uyg'ur bizningki vatanda hozir o'qitayotgan 4 Xitoy amaldoriga jazo qo'llanganligini e'lon qildi. Bu bir nihoyat cho'ng ish bo'lib ketdi. Yalğız ular emas, bunu qilib bo'lgandan keyin 4 Xitoy rahbarlari andakin bir organ jami 5 diyaga ustidan embargo yurgizish, jazo elib berish ishini e'lon qildi. Bu 1989 yili 6-oyning 4-kunidagi Tiananmen qirg'inchiligidan keyin Yevropa birlashmasiniki tunji qitim Xitoyga qarshi yana bir cho'ng qaror chiqilishi bo'lib hisoblandi. Ashta bu boshqa bu nihoyat cho'ng ahamiyatga ega. Ularga bu Yevropa birligi 4 Xitoyning ustidan embargo yurgizishni e'lon qilgandan keyin uni qo'shib Amerika, Angliya va Kanada birlikda bir bayonot e'lon qildi. Şu Yevropa birligining qarorini qo'llaydiganligi haqida. Uningga ergashibina Avstraliya, Yangi Zelandiyami yana ularmi bayonot e'lon qilib, ularmi shu Amerika, Yevropa birligi, Angliya va Kanadani qo'llaydiganligini e'lon qildi. Shunday qilib bularni qo'shsak biz 32 davlat bo'ladi. Undan boshqa hozir shu Amerika, Yevropa birliklari bilan yaqin turayotgan yana 4 davlat bor. Ular Yaponiya, Koreya, Hindiston va Tayvan. Bularni qo'shsak hozir shu Uyg'ur masalasida birlikka kelgan, birlashgan davlatning soni 36 ga boradi. Bu 36 davlatniki qiymati intayin zo'r. Nima ish desanglar, Xitoyniki shu 36 davlat bilan bo'lgan savdo miqdori butun Xitoy savdo miqdoriniki 50%dan oshadi. Yarimidan ko'p Xitoyning savdosi shu 36 davlat bilan bo'ladi. Ashta bu boshqa agar shu davlatlar birlashib Xitoyga umumyuzlik iqtisodiy jihatdan embargo yurgizish yoki Xitoyniki mollarini olmaslik bir qarorini chiqarsa agarda qanday ish yuz berdi buni tasavvur qilib baxsanglar bo'ladi. Shunga bu hodisa, bu voqea intayin cho'ng ahamiyatga ega. Bu yaqinqi necha 10 yillar ichida ko'rilib boqmagan bir ahvol. Bo'libmi dunyodagi eng kuchli 36 davlatniki Uyg'ur masalasida birlashib Xitoyga taqobil tutmoqchi bo'lganligi bu intayin bir cho'ng voqea biz uchun. Buningga hammamiz qo'shil bo'lsak bo'ladi. Men buni aytib qo'shil. Endi bu yerda albatta men deb o'tgandek bu 36 davlatni bir yerga kelgan, birlashtirgan omil nima? Buningda rol o'ynagan bir necha muhim omillar bor. Albatta u g'arb elleriniki qimmat qarashi, andiki g'arb elleriniki kishilik huquqi bo'lgan ko'z qarashi, buningda muhimroqi Xitoyniki
Uyg'urlarga nima zulmlarni sağanlığı, qanday zulmlarni sağanlığı. Şu en mühim amil. Bu qatimki şu davlatlarniki bir yerga kelishida. Hozir Xitoy şu xalqaro qoida, xalqaro tartibiga bo'lgan eng chong tahdid bo'lib qoldi Xitoy. Buni yaqinqi vaqtlarda dunyo naiti eng yuqori darajada tunib yetdi. Oldingi 40 yildek vaqt Xitoyning zodi qanday bir davlat ekanligi, nima ishlarni qilayotganligi, dunyoni qanday aldayotganligi buni ancha bilmagan. Hozir endi bildi. Bu xalqaroniki Xitoyning tunib olishida Uyg'urlarning beshiga kelgan zulm intayin muhim rol o'ynadi. Anondan keyin bu 36 davlat bilan Xitoyning o'rtasidagi masala nima desanglar, bu yaxshilik bilan yomonlik, uch oshkorlik bilan yoshirin ish berish va demokratiya bilan zo'mingarlik. Mushtaq ikki qarama-qarshi taraflarniki o'tirishga kurash deb qarash mumkin buni. Shunga mohiyat jihatdan hozir Xitoy bilan qolgan birlashgan davlatlar o'tirisidagi bu ziddiyat intayin cho'ng ahamiyatga ega bir ziddiyat. Ishqilib Uyg'urlarni beshiga kelgan zulm xalqaro jamoatni birlashtirdi bu qatim. Bu qatimki bu ishlardan bizniki kurulagan yana bir narsamiz xabarlarda bor oldingi bir mezgil vaqt Uyg'urlarning beshiga shunchalik og'ir zulmlar kelib ketdi. Dunyo asosiyatini sukut qildi. Bo'libmi hozirmi Türk dunyosi bilan islom dunyosi hozirmi sukutda. Yoki Xitoy taraflarda turyotidi, Xitoy tarafda turyotidi. Lekin g'arb ellari nega birlashib shunday bir birlikda ishlab berishi hozirmi g'arbni asos qilgan xalqaro jamoatniki texnik mavjudligini, ular birlashib bir ishni qila olganligini ko'ra olamiz bu qatim. Ashta bir ahvol namoyon bo'ldi bu qatimki ishlar bilan. Endi g'abatin degandek bularning hammasiga Uyg'urlarning beshiga kelgan fojia, zulm intayin cho'ng rol o'ynadi. Bo'libmi yaqinqi buyon shu g'arb ellari erishgan isbot Xitoyniki Uyg'urlar ustidan yapılgan irqiy qirg'inchilikga oid isbot. Buning ichida sunniy amrada tortilgan rasmlarmi bor. Bir qism tadqiqotchilarniki tadqiqot natijalari bor. Shunlar bilan birlikda bizniki 10 ga yaqin milliy qahramonimiz bor. Lagerda yetib chiqqan qahramonlar, lagerda yetib chiqqan yoki lagerniki ishga ko'p chiqqan qahramonlar. Bularniki isbot birishi intayin cho'ng rol o'ynadi. Yaqında şu lagerda yetib chiqqan bizniki isbotchilarimiz shularni har xil rasmning ichiga shaklning ichiga elib har xil narsalarni yasadi. Bizning bir qism do'stlarimiz tashqat varaqadek narsalarni. Bu intayin arziydi. U qarindoshlarimiz bu qatimki hozirgidek o'zgarishniki vujudga kelishida intayin cho'ng rol o'ynadi. Biz ularga qanchalik rahmat aytsak ham ozlik qiladi. Qisqasi hozir xalqaro paktga asosan ish olib beryapti bu qatim. Ashta bo'g'ashqa bu yerda intayin kuchlik bir hodisa o'tirib maydonga chiqdi. Endi Xitoy bu yuqorqi ishlar bo'lgandan keyin Xitoy hokimiyati unga intayin qattiq inkos bildirdi. Xitoy o'z oldiga bir qism kishilar ustidan embargo yurgizganligini jakalab xalqaraga o'qitdi bu ishlarni. Buning ichida biz hamimiz yaxshiroq biladigan bir kishi bor, Adrian Zenz, germanlik tadqiqotchi. U kishi nayt ko'p tadqiqot natijalarini o'tirib chiqargan bu kishiga ashta embargo yurgizgan bo'pti. Bu Xitoylar sal o'shni topolmay, salki jiddiyleşib qoldi, bilib olmaydi. Ular embargo yurgizmoqchi bo'lgan kishilarning ichida Yevropa Birligi'niki Xitoy bilan iqtisodiy savdo kelishmasi ustida ish olib berayotgan bir odam bor ekan. U odamdan embargo yurgizib ekandik. Bu Yevropa Birligi bilan Xitoy o'rtasidagi savdo kelishimi qaroriniki oxirgi bosqichlarga kelgan ekan. Bularning o'rtasidagi suhbatlar Yevropa Birligi buni to'xtatib qo'ydi mening bilishimcha. Bu bir hisobda intayin yaxshi ish bo'ldi. Xitoy
Şu Yevropadagi bir qism kishilarga, amaldorlarga embargo yurgizishni e'lon qilish orqali o'ziniki abdi bashirsini dunyoga texmi obdan yechib berdi. Gerçi bu anlaşda yamaçda qalğan bilan amaliyotda intayin yaxshi ish. Buningmi hozirgi unumi intayin yaxshi bo'lyotdi. Endi bu yerda hammamiz o'zimizdan so'raydigan bir muhim savol bor. Hozir mesela xalqaro g'arbdagi 36 dak davlat birlashib Uyg'urlarning beshi kelgan fojia asosida Xitoyniki 4 amaldorlarini jazolash qarorini olib, bular birlikka keldi munosib aytgan chog'da. Endi bu yerda bir bizga nisbatan foydasi bir ahvol bor. Bu 4 kishining ichida Chenchuango yo'q. Endi odatda davlatniki birinchi rahbar ustidan jazo e'lon qilmaydi ekan, xalqaro qoida bo'yicha. Çünkü Xi Jinpingni hozir qadar Xi Jinping ustidan embargo qilish to'g'ri bir qaror olinib boqmagan. Lekin Amerika hukumati burun Chenchuango ustidan embargo yaparganligini qaror qilgan. Bu haqiqatki jazolaydigan to'rt odam ichida Chenchuango yo'q. Bu biz uchun bir foydasiz ahvol. Biraz ojizlikni namoyon qilgan bir ahvol. Endi shundaqdimi mushqatimki elib berilgan shu bir tadbir, yo'l qo'yilgan tadbir. Buning zoti unum bo'landi bo'lmamdi. Uyg'urlar masalasini hal qilishda. Bu to'g'riliq hammamiz biraz o'ylab beqish to'g'ri keladi. Endi bu qatim yuz bergan ish bir dastlabki bosqichli ahvol. Bu bir deymiz yumshoq tadbir. 4 kishining ustidan embargo yurgizamiz degan narsa yumshoq tadbir. Lekin buniki bir simvollik xarakteri bor. Lekin buniki ahamiyati bek zo'r. Ahamiyati bek zo'r. Agar o'ylab baxsanglar bir qancha yilning oldida biz Uyg'urlarning ahvolini dunyoga anlatamiz deb qancha tipirlab ketgan. Hozirga qadar bo'lgan shu 50 yildan ko'proq vaqt ichidagi Uyg'ur davosining unumi qancha bo'lgan. Uning sezgan chog'da yaqinqi bir 2 yil ichida qancha bo'ldi. Agar mush nuqtadan o'ylasak, bu ishlarniki naqadar ahamiyatli ish ekanligini bilalaymiz. Andan keyin bu ish yana nimadan rahbar desanglar, dunyo Xitoy Dünya Xitoyniki Uyg'urlar ustidan yurgizgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tunidi. Bu ashniki bir namoyandasi bu qadimgi bo'lgan ishlar. Bu embargo qilish orqali Xitoyga keltirib chiqaradigan ziyon cho'ng emas. Masalan, 4 amaldorlarniki chet eldagi mol-mulk to'ntilishi mumkin. Endi ular shu bu qatim embargo qilgan davlatlarga borolmaydi. Şuna Xitoy bu qatimki qo'llangan tadbirniki Xitoy davlatiga keladigan ziyon uncha cho'ng emas. Ammo u bir boshlanish. Ondan keyin bu dunyodagi kuchli ellarniki birlashishniki qanday bir kuch qudratni namoyon qilganligini bir qatim ifodalab bu qatim. Shundoqdan aytgan chog'da buniki ahamiyati bek zo'r. Endi bu hozirga qadar tadbir qo'llanish davomlashaversa, hozir Xitoy o'ziniki g'aljirligini, banditligini, rezilligini ifodalayotdi to'xtamay. Shu Yevropadagi davlatlarniki birlashib ish berishga taqobil turamiz degan deb qarashlarda bu ishlar namoyon qilyapti. İşte bu boshqa agar yuqoridagi davlatlar birlashib yana yangidan tadbir olib qolsa, u yangi tadbir bu qadimqidan ko'lami jihatdan cho'ng, darajasi jihatdan ko'p kuchli bo'lishi mumkin. Biz ashta bir umidda bo'lsak bo'ladi. Endi Xitoygacha hozir qilmish qo'ygan ishlar Xitoy bu ishlarga zada qanday qaraydi? Yaqinda bo'lgan ishlarga diqqat qildinglar, Xitoylar tipirlab ketdi bu qatim. Endi men bu to'g'ri hozir to'xtalaman. Agar ubda o'ylab baqsaq, Uyg'urlarni yo'q qilib etish plani Xi Jinpingdan kelgan. Men buni necha qatim dedim. Xi Jinping 2014-yildan bir maxfiy qaror olib, Uyg'ur nüfusuniki 3dan 1 qismini o'ltirib tugutish, 3dan 1 qismini sulab tugutish, qolganlarini o'rta asrda yashagan kishilarning saviyasiga olib qo'yish. Yoki faqatla buyruqlarni qabul qiladigan ma'qul deyishdan boshqani bilmaydigan mashinadan qilib qo'yish. Bu Xi Jinpingniki ayni vaqtida o'tirib qo'ygan plani. Cho'ng maxfiy plani.
Hazır bunu xil bir yerga apadı. Şuna bu qitim Xitoyniki Uyg'urlar ustidan yurgizgan irqiy qirg'inchiligi amaliyotda Shi Jinpingniki yurgizgan irqiy qirg'inchiligi. Buniki bir adam mush ishlarninki hammasining kelib chiqishiga mas'ul. Amaliyotda buni Shi Jinping o'zi obdan biladi. O'zi 2014-yildagi ochilgan yig'inda debtiki qolganlar. Biz nayt ko'p Uyg'urlarni o'ltiramiz. Bir qism Xitoylarni o'ltiramiz. Agar lekin buniki nayt qiymati bor. Xitoy xalq uchun nayt qiymati bor. Xitoy davlati uchun qiymati bor. Kelgusida xalqaradan surishti qilib bu ishlarni jinoyatkorni topmoqchi bo'lsa meni ko'rsatib qo'yinglar. Bizningki hozir qilgan ishlarimizga Xitoy xalqi ehtimol norozi bo'lishi mumkin bir qancha 10 yil. Lekin 50 yillardan keyin mening bu qatim qilgan ishimga Xitoy xalqi minnatdor bo'ladi degan gaplarni degan Shi Jinping. Shunga bu qatimqi kelib chiqqan ishlarniki hammasiniki bosh planlovchisi Shi Jinping. İcra qiluvchilar bo'lsa Chen Quanguo va boshqa Xitoy rahbarlari. Ashta bu boshqa hozir gerçi xalqaro bu ishni Uyg'ur masalasi deb o'tirib qo'yayotgan bo'lsa-mu, bu amaliyotda Shi Jinpingning masalasi bu. Ondan keyin diqqat qildinglarmiki, Xitoy rahbarlari bu yerda muxbirlarga gap qilgan vaqtning hammasida biz men Shi Jinpingning yo'llari bo'yicha ish qildim deb bu Chen Quanguo oldingi yillari mana ikki qurultay ichilgan vaqtlarda muxbirlar ko'rishgancha nihoyat aniq qayta degan bu. Men Shi Jinpingning yo'llariga bo'yicha ish qilyapman deb. Bu amaliyotda o'zini oqlayotgan bir hodisa. Chiqilib bu ishning bashida Shi Jinping bor. Shunga Uyg'urlar ustidan yapılgan irqiy qirg'inchilik bu xato ish. Bu xatolik qandaqdir Xitoy davlatining xatoligi yoki boshqa rahbarlarning xatoligi emas, bu Shi Jinpingning xatoligi. Hozir Xitoy Uyg'ur masalasini xalqaroga bir qizil siziq deb tashkil qilyapti. Uyg'ur masalasi bizning ichki ishimiz, bu bir qizil siziq, bu qizil siziqni o'sangli bo'lmaydi deb. Amaliyotda bu qizil siziq Xitoyning qizil sizig'i emas, bu Shi Jinpingning qizil sizig'i. Shunga bu ishlarning hammasi berib Shi Jinpingga taqishidi. Ashta bu boshqa Xitoy o'ziniki Uyg'urlar ustidan sodir qilgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini e'tirof qilmaydi. Sababi Shi Jinping e'tirof qilmaydi. Shi Jinping'niki naqadar bir vahshiy inson, rahimsiz inson, rezil insonligini biladi, dunyo bildi, Xitoy mi biladi. Lekin uningga qarshilik qiladigan bir kuch oshkoralab o'tirib chiqmoqmidi hozir qadar. Ashta bu boshqa Shi Jinping o'ziniki bu jinoyatini e'tirof qilmaydi. Shunda bu uchun Xitoy davlatini e'tirof qilmaydi. Agar Shi Jinping e'tirof qilsa o'zining jinoyatini, u o'zining huquqidan ayrilib qoladi. Hozir uning oqsida marab shu odamlar bak ko'p, men o'tganda ozroq deb berdim sizlarga. Xitoydagi huquq ko'rishiniki qaysi darajada ig'ir ekanligini. Shunga Shi Jinping o'zining jukitishini bak ansirab yurgan bu boshqa Uyg'ur masalasida sodir qilgan jinoyatini qat'iy e'tirof qilmaydi. Shunga Xitoyniki va Shi Jinpingniki Uyg'urlarga qaratgan siyosatida darhol o'zgarish bo'lmaydi, mohiyat jihatdan. Bu jihatda bizda bir yaxshi tushuncha bo'lish kerak, to'g'ri tushuncha bo'lish kerak. Ikkinchisi, hozir Xitoy uchun Uyg'urlarga tutgan siyosatini o'zgartish vaqti o'tib ketdi desa. Sababi nima desanglar? Uyg'urga keltirgan ziyon intayin og'ir. Hozir qadar xalqaro jamoat bir tekshirish o'maklarini o'vatib, tekshirib, ish zodan nadin-nakachilik buni aniqlab chiqmaganlik uchun garchi dunyo bir qism faktlarni ko'rgan va uni e'tirof qilgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarga kelgan ziyon zodi qaysi darajada buni aniq bilmaydi. Buni Shi Jinping bilan biladi. Ashta bu boshqa bu yerdagi muhim masala nima desanglar?
Маңа келген учурда 2014 жылдан таки өткен жылғыча дек tutulgan Uygurlarning soni 9 millionga bordi. Undan 1 millioni o'lib ketdi, o'ldirildi hozirga qadar. Ularning bir qismini ishkir o'tkazdi Xitoylar. Ishkir o'tkazgandan 1-2 million keladi. Bu adamlar Uygurlarning ichidagi intayin isli kishilar. Xitoyniki hukmronligiga yo'q deydigan diniy e'tiqodi kuchli. Agar Amerika bilan Xitoy urushib qolsa, qurol ko'tarib oldiga chiqadigan boshqa kishilar deb. Shulardan 5 million odam yo'q qo'yadi bular. Qolganlarni turmusi qo'yadi. Nima 2020 yılı 10 yanvar 31 kuni Şinjan gazetida bir maqola chiqqan. Shu maqolada Xitoyning o'zi biz hozir qadar 6 milyon 600 ming odamni qayta tarbiyalash markazida tarbiyalab bo'ldik degan narsani e'lon qildi bular. 6 milyon 600 ming. Meniki bir tunishim shu bizning vatandoshlar yaqin bir saqchilar paranlashgan vaqtida lagerlanshi ahvol qandaroq hozir deb so'rabdi ekan, so'rasa. Agar yer yuzida bir do'zax bor deb o'ylasang, Uyg'urlarning ahvoli ash do'zaxdan 100 nachar debdi ekan. Bu jihatdagi uchurlar hozir qadar hech qanday o'tirib chiqib boqmaydi. Xalqaro bilmaydi buni. Lekin buni Xi Jinping biladi. Agar hozir sulaqda turayotgan Uyg'urlarni qo'yib olsa, masalan, shu bir necha oyning ichida bu kishilar lagerda nima ishlarning yuz berganligini dunyoga oshkorlaydi. Shuning bilan Xi Jinping va Xi Jinpingning hokimiyati hozirgi huquqni talab qilishi mumkin emas. Baştaq bo'lgani uchun qat'iy zodi qilmisi bo'lmaydigan darajaga kelib qolmoqchilik Xi Jinping ularni qo'yib bermaydi. Bu bir ichinishli ahvol, ammo bir reallik. Buni deb qo'ygim keldi. Uyg'urlar bo'lgan ziyon pek eg'ir. Ikkinchi dunyo urushidagi Holocaustdan mı eg'ir bo'lishi mumkin hozir qadar bo'lgan ahvol. Buni biz bilmaymiz, ammo Xi Jinping biladi. Ana keyin yana bir ahvol lagerdagi Uyg'urlarni qo'yib yotsa, bu Uyg'urlar jim yotmaydi. Lagerdagi Uyg'urlar asosan bir qatim o'lib qaytadan tirilgan. Hayotdan umidni uzib, kasalma bo'libdi ekan degan darajaga qolgan kishilar bular. Agar bular chiqib qolsa, hargiz Xitoyga yana qo'l qo'shtirib turmaydi deb o'ylayman. Endi bu yerda bizniki jangovar Uyg'urlarimizdan zodi qanchaga qoldi? Ularniki jangovarligi hozirmi bormi yo'q buni bilmaymiz. Men necha qatim Twitter'ga chiqardim, o'zimning mana shu videosini dedim. Xitoyniki qadimdan tortib qo'llanib kelgan bir millatni yo'q qilishdagi 3 taktikasi bor. O taktikasınki birincisi o milletniki iqtisodini vayron qilib o'tish. İkincisi o milletniki nomini sesitib o'tish. Üçüncüsü o millet a'zolarini jismoniy jihatdan tugashtirib o'tish. Bizniki nurg'un qovul odamlarimiz lagerda yetib chiqib 8-9 oy chiqqandan keyin o'lib ketdi. Hammasi o'limning sababi ichidan qon ketgan degan sabab bilan internal damage deydi. Nimishqa deganda buni Xitoylar planliq lagerning ichida bu Uyg'urlarni jismoniy jihatdan vayron qilyapti. Hozirgi lagerda turayotgan Uyg'urlarimizning ichida badani normal odatda turayotgan odamlar qanchalik buni bilmaymiz. Agar ularning badani normal turgan bo'lsa, agar ularni qo'yib ekan, ular hargiz jim yotmaydi. Buni Xitoy obdan biladi. Shunga meniki mo'ljarimcha Xitoy oldirab lagerlarni ichib ularni qo'yib etmaydi. Lekin bu ishni xalqaro jamoat qildira oladi. Shunga bu yerda biz muslim kelsak haqiqatda bo'lmaydi. Nimishqa desanglar, bu qatim xalqaro jamoatniki balig'ini ko'rdik. Xalqaro jamoat xalq ishlarni qilgan. Yaqinda qilgan bir qancha cho'ng ishlar bor masalanga.
Kosovoniki mustaqil bo'lishi, Iroqdagi kurdlarniki Iroq hokimiyatidan xoli o'zi bir parcha zaminga erishib, o'zini idora qilib yashayotdi hozir. Mushunday ishlarniki mumkin bo'lishining hammasi xalqaro jamoatdan kelgan. Shunga hozir endi xalqaro jamoat Uyg'urlarning ishini tunib yetdi. Xitoyniki jinoyatni tunib yetdi. Bundan keyin paketlarniki texnik ko'p o'tirib chiqishi bilan xalqaro jamoatniki bundan keyin qo'llanadigan tadbirlari texnik kuchli bo'lishi mumkin. Aştaq bo'lgan chaqda Uyg'urlarning erkinlikka chiqish ehtimolligi nihoyat kuchli. Hozirmi shu WhatsApp gruppalarida u yerlarda taqatuq so'zlab yurgan qarindoshlar bor. Shu Uyg'ur masalasi to'g'riliq, mustaqillik masalasi to'g'riliq. Bizniki bir qism faoliyatchilarimiz muxbirlarga kirishgan vaqtida qilgan gapi ashna bana qilib ular hujum qildigan ashlar. Muxbirlar Uyg'ur masalasini hal qilib bermaydi. Muxbirlar faqat Uyg'urlarning ovozini dunyoga anglitib beradi. Yaxshi niyatli muxbirlar bo'lsa. Bir qism yomon niyatli muxbirlar va Xitoyga setilib ketgan. Ular sizni ko'rishgan vaqtida ularning so'raydigan savollari sizni qondoqqa qo'ndirish, sizni tuzoqqa tushirish, sizni qopqonga dastish. Aytaq o'g'ashqa muxbir agar sizdan sizlar nima talab qilsizlar deb so'rasa, nihoyatda ehtiyotli javob berish kerak. Bu qanday muxbir? Herkes bu muxbir sizningki talabizni hal qilib bermaydi. Bu bir paket. Har qanday vaqtda shunday. Uyg'ur masalasini hal qilib beradigan o'rin xalqaro jamoat. Albatta men degan 36 davlat muxbir emas. Shunga bir qism ishlar bor, sizning to'liq tushunib ketishingizni atayin. Shunga bir anlagan gapni tutib olib, kishilarga azor bermang. Men deb qo'yganim shu. Bu yerda chet eldagi ziyolilar uchun ikki tema bor. Izni boqadigan. Bu temalar agar siz xalqaro munosabat kasbida o'qiyotgan bo'lsangiz, magistrlik dissertatsiyasi yoki doktorlik dissertatsiyasining temasini bo'la olish mumkin. Uyg'ur davosi bilan Kosovo xalqining davosi o'rtasidagi farq yoki o'xshashlik nima? Kosovo qanday qilib mustaqil bo'lgan? Uyg'urlarda ayni vaqtda Kosovo xalqida bo'lgan omillardan qaysilari bor, qaysilari yo'q. Mushni nayt tadqiq qilib, tekshirib, nayt uchuq aniq qilib yozib chiqish kerak yoki Uyg'urlarga bildirish kerak. Kurdlar mashtaq. Kurdlarniki xalqaro kurdga bir mustaqil davlat qurib bermadi. Iroqning ichidagi bir parcha yana berib o'zang boshqa deb Iroq hokimiyatiniki ta'sirini yo'q qildi bu yerda. Uyg'urlar qanday kunga erishimiz agar xalqaro rasmiy o'tirib tushsa, bizniki ashu Kosovoliklar bilan kurdlar saytganchada qanday o'xshashligimiz va qanday o'xshamasligimiz bor. Mush narsalar to'g'ri izlanish kerak. Uni aniq tushunish kerak. Nurg'un qarindoshlar bor bizni Sharq Turkiston egallab olgan joy. Buni Xitoylar besib olgan 1949 yili bu rost. Lekin agar tarix qazo qarab baksangiz, hozirgi nurg'un davlatlarning chegarasi buningdan 100 yil burun shakllangan, bekitilgan. Ya'ni 1920-yillari birinchi dunyo va ikkinchi dunyo urushi shu arliqda. Undan burun dunyodagi davlatlarning chegarasi yo'q. Shunga hozirgi dünya vaziyatida mening mazmun meniki burun bugün egallab olgan degan davoni qilsangiz, dunyo bak anglab ketmaydi uni. Anglab ketgan misol, anglagan misollar bor, albatta men dedim. Kosovo, Kurdlarning ishlari masalanga. Lekin hammasi anglab ketmaydi. Shunga qanday ahvolda anglaydi ekan ular degan narsa to'g'ri izlanish kerak. Shunga bu ish pek muhim. Halbuki meniki bulukmu deydiganim hozir Uyg'ur masalasida dunyo birlashyapti. Uyg'urlar birlashaydi. Bir-birimizga azor bermaydi. Lekin oldimizda vazifa bek og'ir, albatta men degandek. Xitoy Uyg'urlarni asoschı qo'yib bermaydi.
Şoň halkara jamaatniki bir ünüm birdigan tedbir qo'llanib Uyg'urlarni erkinlikka chiqarishida chet eldagi Uyg'urlar to'xtamay kurash qilmasa qolmaydi. Bu jihatda bir qism qarindoshlarimiz chet eldagi intayin kecha kunduz tirishyotidi. Odamni intayin xushal qiladi. Masalan, tunugunki Wang Yi degan Xitoy Turkiyaga borgan vaqt Turkiyaga namoyish. Odam ta'sirlanmay turolmaydi. Ahvolni ko'rgan chog'da. Türkiye'ye qarindoshlar yaqinda yoqi üzüldümmey bu işlerini qilyotidi. Men shu ko'rinishlarni ko'rdim, ta'sirlandim. Meniki bir taklifim burunmi deb qo'ygandim. Bayroq asosan Sharq Turkiston bayrog'i bo'lib ketibdi. Bo'lsa bir 10% bayroq Turkiyaning bayrog'i bo'lsin namoyish qilgan vaqtlarda. Uyg'urlar shada panotlab turayotgan bo'lgani uchun xalqning zimini ko'rib, butlay o'zimizning bayrog'ini ko'tarib, ularning bayrog'ini ko'tarib qo'ymasak, xalqning ko'ngli kelishi mumkin. Bazı işlerindeki ünüm bir ta'sir etishi mumkin. Bir taklif o'ylab boqasizlar. Albatta ben dedim bu qatimki bu xalqaro tadbirlarni o'tirish chiqish bilan Xitoylar intayin tipirlab ketdi. Masalanga 3-oyning 19-kundan 24-kungacha Xitoy ommaviy bexatarlik ministerligining ministri çok cirdeydi. Bizniki vatanga berib tashvish yapadi bu. Ondan keyin buniki oshkor o'tiradigan bir gapi. Biz dunyoniki Xinjiangni bana qilib turib, Jungoni kontrol qilishiga yo'l qo'ymaymiz degan gapni chiqadi bular. Hatta bazı Uyg'urlarni so'z o'tib, video ishlab, videolarni chiqarib bo'pti hozir. Xinjiangni bana qilib turib, Jungoni kontrol qilishiga yo'l qo'ymaymiz deb. Xitoy bek tadbirlik sizlar bilasizlar, limikirga bek boy bo'lar. Bu mu hozir buni xalqaro taqabul turishniki bir limikiri deb o'tirg'i chiqiribdi. Ondan keyin Urumchidagi saqchilar ko'chada turib tekshiradigan saqchi punktlarini hozir hammasi bekor qilib o'tibdi, bir qismlarini evitibdi, qiliq maydonini echibdi. Ondan keyin ishkirdan jiq saqchilarni Urumchiga yo'tkabdi, yaqin yo'tkabdi hozirmi. Ondan keyin Uyg'ur saqchilarni odatdagi puhra shaklida ko'chalarda bu ishni qildigan qilib tarbiyalaga turibdi hozir. Bular nimadan darak bo'ldi desanglar, bir xalqaro tekshirish umiga kelib qolsa, ashdan aldash uchun qilayotgan ishlar. Bu ishlar boshlanib bo'ldi hozir. Urumchida boshlanib bo'ldi. Ondan keyin Janub, Aqsu, Qashqa, Xotan hammasida hozir uy-uyga tekshirib yana bulib pichoq, bu narsalar bo'lsa ashkar qilib turibdi bular. Albatta men degandek Xitoyniki Uyg'urlarga sağan zulmü intayin egri bo'lganligi uchun bular o'zini o'zi qo'qiyotadi hozir. Uyg'urlar qo'zilib ketib, qo'zilib nas qilib qo'yamdi ekan deb. Shunchalik vayron qilib etib bir millatni yine qo'qib bular odat tadbirlar qo'llanib o'tiribdi. Ondan keyin G'uljidan yana ko'p odamlarni tutib aka ketib bordi hozir. Bir qism lagerni qo'yib kelganlar bor ekan, ularni yine qaytadan tarbiyalashga aka ketib turibdi. Bu to'liq menga hali ko'p uchirib keldi. Ahırda yan bir narsani deb qo'yay, bu tunugun bir narsani uchirib qoldim men. Buni aytib mazmuni muhim ekan. Shunga u Xitoycha, uni men inglizcha tarjima qilib Twitter'ga chiqarib qo'ydim. Hammani ko'rib yiqinglar deb. Xitoyda bir Xitoy bor ekan, ismi Jin Sanrong degan bir Xitoy. Bu Xitoy Xalq universitetidagi professor ekan. Ondan keyin Ma'rif boshqarmasining boshlig'i. 1962-yil tug'ilgan. Bu Xitoy millatchisi bo'lib, intayin kuchli Xitoy millatchisi bo'lib, to'xtamay u yerda leksiya so'zlaydi ekan bu. Ondan keyin Xi Jinping va Xitoy Kompartiya hokimiyatiningki bir muhim maslahatchisi. Xi Jinping bilan do'st ekan bu. Buniki Xitoylar uni go'shchi deb atay ekan. Davlat ustozi edi. Buniki 2016-yili so'zlagan bir leksiyasi bor ekan.
bu leksiyasiniki 5 muhim mazmuni bor ekan. Odamni cho'chitadigan. Men shu muhim mazmunni inglizcha tarjima qilib Twitterga chiqarib qo'ydim. Ondan keyin jiq cho'ng odamlarni taqiq qo'ydim. Shu Pompeo, chiqib qilchiq odamlar, Rubio qatorliq, Michael Pillsbury qatorliq nurg'un kishilarni ularni taqiq qo'ydim. U mundaq deydi. 5 muhim nuqta 2016-yilda o'tirib qo'ygan 5 muhim nuqtalar bor ekan. Birinchisi, ana bu Xitoyniki qanday qilib Amerikani yengib dunyoda birinchi bo'lish taktikalari sifatida o'tirib qo'ygan narsa, taktikalari va plani haqida sifatida. Bunun birinchisi Amerikadagi prezidentlik saylovini kontrol qilish. Esinglarda bo'lsin, 2016-yildagi gap maqtayniki degani. Xi Jinpingning yaqin do'sti. Birinchisi Amerikadagi prezidentlik saylovini kontrol qilish. İkincisi Xitoyniki Janubiy dengizi masalasida Amerikani qo'llab G'arbiy Tinch okean rayonining ustunligini qo'lga keltirish. Shu orqali Tayvanni asallab qo'rshib oladigan holatni shakllantirish. Xitoy Tayvanni asallab qo'rshib oladigan bir holatni shakllantirish. Ikkinchisi. Üçüncüsü aktiflik bilan Amerikaga har xil dushmanlarni barpo qilib, vujudga keltirib, Amerikaniki orqa o'ylisida bir qism Amerikaga qarshi davlatlarni vujudga keltirish. Üçüncüsü Amerika uchun yangi dushmanlarni paydo qilish. To'rtinchisi Amerikaga chunqur singib kirib, sening ichingda men bor, mening ichimda sen bor degandek ahvolni vujudga keltirib, shu orqali Amerika ichida qalaymuqonchilik keltirib chiqarib, Amerikani Xitoy bilan haplashishga chulistaymaydigan qilib etishlaydi. Dördüncüsü, beşincisi Xitoydagi yangi avlodlarni Amerikaga qarshi turadigan, Amerikani o'ch ko'radigan qilib tarbiyalab, shu kishilar orqali Amerikani kontrol qilish deydi. Amerikani biz kontrol qilamiz deydi, ashta qilish orqali. Mana 5 modda. Men buniki xil tafsil uchurlarni chiqarib qo'ydim. Buniki bu to'g'ri Xitoy analizini bergan leksiyalarım var ama hepsini Twitter'a çıkarıp koydum. Kurpasanlı buldu. Facebook'a madarak çıkarıp koydum bu hafta. Çıkarıp köse adam çocuğuydu. Xitoyniki niyetinin qaysi dereceye bağlılığını. Yakında aldığım günü CNN video çıkardı. Şu atanlar bilen balalarını arvetken ailenin ahvalları doğruluk. Ular şu Qashqarga muxbir etib, Uyg'urlarning uyiga kirib, dadasi chet elda qolib qolgan, bolasi chet elda turib qolgan, opasi lagerga kirib ketgan, ashtaq uylarga kirib, tekshirib, video qilib chiqib bu xabarni ishladi. Bu intan kuch ta'sir qo'zg'adi xalqarada. Bu ishda meniki bir qism tanishlarim bor, kuchab mushda cho'ng rol o'ynagan, mushning ko'zlik chiqishida. Ularga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Videoga chiqib so'zlagan dadalarga, qolgan hamma qarindoshlarga ko'p rahmat. Bu ishniki qiymati bak zo'r. Hozir xalqarodagi medialarga chiqqan son 800 mingdan ortiq bolalar ota-onasidan orib etildi deb son chiqdi. Lekin buniki isboti degandek ko'p emasdi burun. Ma ikki videoning chiqishi buni intan kuchli darajada isbot bo'ldi. Shuning bilan xalqaro biraqlarmikan Uyg'urlarniki ballarınki ata-onalarining ayirib etilish ahvoliga ko'ngil bildigan bir to'lqin ko'tarildi. Yangidan. Bu ishning cho'ng ish bo'ldi. Rahmat sizlarga. Andaki yana bir ish shu oldingi bir qancha kundan ichida xalqarodagi bir qism dangliq kiyim-kechak shirkatlari, masalan H&M deydi, Nike, Adidas qatorli shirkatlarning hammasi bizning vatandan chiqqan paxtalarni ishlatmaydiganligi. U paxtalar
o paxtalarni Uyghur mecburi emgekçiler arkalık işlep çıkargan paxta boğaçka işletmelerine karar kılıp bunu cekarladı. Bunundakin Xitaylar hazır turamay, hazır intan köp kızıqarlıq işler bu vadıda Xitay devletinin içinde. İhtimal bu haberden kuvvet kabuluşun ama mümkün. Bu bek çoğun haber olup gitti hazır. Bu 2 gün içinde. Bunun bir dep dedim. Şuna qilib bugungi videoda deydigan gaplarim shunchalik, eng oxirida deb ketgan bir ishim, o'tganda men nima Turkiyadagi o'qish qiyinchiligi va o'quvchilarga tablet berish to'g'riliq bir yan to'plash bo'lgan. Facebook bilan Uyg'ur Project fondiniki tor betida orqali tushgan va Turkiyadan iyon qilingan pullardan 10 ming dollardan ko'proq pulni Uyg'ur yarga vatib bo'ldik. Yana azroq pul var. Yani Avrupa'dan bevosita bergan pul, lekin Amerikadan 2 qarindishimiz har birisi 1000 dollardan iyon qilib, buni shirkat orqali bergan pulni o shirkati 10 dollarga yana bir 1000 dollar qo'shib bermoqchi. Bu pul taxi bizniki hisobimizga kirmadi. Facebook'daki pul kirgan, uni hammasini bir vatib bo'ldik Turkiyaga. Yana 2000 dollar pul taxi bizniki hisobimizga kirmadi. Uni sal vaqt ketadi, odatda bir necha oy. O kirsa uni vatib beramiz. Ish qilib bu qatımki tablet işida Uyg'ur yarıga 10 ming dollardan ko'proq pul ödülüp oldu. Bunu bir dep qeyledim. Buludu men bugun mushuni so'zlay. Kelar qatim ko'rishishga aman bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.